Yaqinda o'qituvchi bo'lib ishga kirdim. O'zim 4-kurs talabasiman. Menga 1-oktyabr ustozlar kuniga qo'shimcha rag'batlantirish puli to'lanmaydimi deb savol berishibdi. Diqqat bilan tinglang. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 21-moddasida xodimning huquqlari haqida gapirib o'tilgan. Unga ko'ra, xodim o'zining mehnatining murakkabligiga, alohida xususiyatiga ko'ra ishlagani uchun to'liq o'z vaqtida ish haqi olishi kerakligi belgilab o'tilgan. Shuningdek, Mehnat kodeksining 248-moddasida ish haqining tuzilishi haqida tushuncha berib o'tilgan. Unga ko'ra, ish haqi o'zining ichiga ustamalar, rag'batlantirish xususiyatiga ega bo'lgan to'lovlar, mukofot pullari, kompensatsiya pullarini o'z ichiga qamrab olishi belgilab o'tilgan. Shunga ko'ra, siz agarda tashkilotga rasman mehnat shartnomasi tuzilgan holatda qabul qilingan bo'lsangiz, xodim sifatida sizni rag'batlantiruvchi to'lovlar, ya'ni o'sha bayram kuni munosabati bilan, kasb kuni munosabati bilan beriladigan qo'shimcha rag'batlantiruvchi to'lovlar olishga huquqingiz bor. Video foydali bo'lgan bo'lsa, ushbu videoni yangi o'qituvchi bo'lib ishga kirgan tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.